Hormanglar endi. Salomat bo'ling. Bu hammasi men aytgandek bo'ldimi? Miridan sirigacha qarab turdingiz-ku. Endi men bu bilan gaplashib turgan paytlarimda sen yo'q-yo'qlardamda levi qo'ymadingmi? Deyman-da. O'y glavar sanading-a? Tinchlikmi? Bizni kecha ham sizlardingiz. Endi ukam men pul beradigan odamman. Xohlasa sizdayman. Xohlagan kunim sansirayman. Xo'p, aka. Bu sherigimni bolasini mazasi yo'q. Hozir siz beradigan puldan ozginasini uyga ro'zg'orlikka beraman-da, qolganini hammasini sherigimni farzandini operatsiyasiga ishlatamiz. Vaziyat siz bilan topishmoq aytib o'tiradigan darajada emas. Musurlarni berib olibsizlar-ya? Malades. Kraskani bankalar qani? Chiqindigi